Jasur vaqti bilan Osiyoga xabar yozar. Avvaliga javob yozmaydigan Osiyo ham sekin-sekin unga javob yozadigan, bir-birlari bilan hol-ahvol so'rashadigan bo'lishdi. Lekin Osiyo nimagadir bu munosabatlarni kelajagini ko'ra olmas. Bir kun qalbi bo'm-bo'sh bo'lib, qolib ketishdan qo'rqardi. Jasur ham oldindagi katta musobaqaga tayyorlanar, treneri xayolini bo'lmay tayyorlanishini tayinlagan edi. Agar shu musobaqada yutsa, Osiyo haqida onasiga aytishni reja qilgan edi. Shu sababli ham qizni ortiqcha bezovta qilmayotgan edi. Osiyo ham g'ururidan o'tib yigitga yozmasdi. Jasur ichki qalb sezgisi bilan qiz ham uni sevishiga ishonardi. Zahro Tohir butkul u bilan yashayotganidan unumli foydalanishga kirishdi. O'zi yashayotgan domdan onasi va singlisi uchun ham uy oldirdi. Ularni ko'chirib olib keldi. Zahroning endigi rejasi Tohirdan farzand ko'rish edi. Agar rejasi amalga oshsa, Tohirni o'ziga ipsiz bog'lab oladi. Zokir amaki Tohir uyga kelmay qo'yganidan keyin anchagina o'ylovda qolgandi. Chunki Temur kichik farzand bo'lgani uchun otasini so'rab bezor qildi. Zafar va Munavvar ham ochiq aytishmasa-da Tohirni kutishardi. Zokir amaki Tohir bilan o'tirib bafurja gaplashib olmoqchi bo'ldi. Tohirning ishxonasiga bordi. Tohir o'sha voqeadan keyin otasi bilan ko'risha olmayotgan edi. Dabdurustdan otasini kirib kelishi uni shoshirib qo'ydi. Zokir amaki bosiqlik bilan ancha vaqt o'g'li bilan gaplashdi. Tohir ham bu safar qizishmadi. Chunki u tan olsa olmasa oilasini sog'ingan edi. Zokir amaki o'g'lini oldidan chiqib ketar ekan, bundan keyin nima bo'ladi deb o'ylardi. Qarigan chog'ida to'ng'ich farzandini bunday yo'ldan adashishi anchayin qiyin ahvolda qoldirgan edi. Bechora kelinini oldida ham vijdoni qiynaladi. Xuddiki o'g'lini bunday qilishiga o'zini ayblaydi. Zokir amaki bor diqqat e'tiborini Zafar va Timurga qaratishga ahd qilgan. Chunki shuni biladiki, kun kelib Tohir bu ishlarga afsus qiladi. Ana o'sha kunda farzandlari uni qarshisida emas, balki yonida suyanch bo'lishini istaydi. Zokir amaki uyga kelib, Munavvarga Tohirni kelishini aytdi. Kechga shunga yarasha harakat qilishini, murosali va sabrli bo'lishini tayinladi. Zafar bilan Timur ham otasini uyga kelishidan xursand edi. Zafar otasiga o'z biznesi haqida aytishni o'yladi. Axir u ishini anchagina yo'lga qo'yib olgandi-da. Buni ustiga o'qiyapti ham. Tohir otasi ketgach o'ylanib qoldi. Otasi haq, uni o'g'illari bor. Zahrodan hali farzandli bo'lmadi. Ertadan keyin naslni davomchilari-ku shu. Zafar-ku o'z ishini boshlab olgan. Meni oldimga qaytmaydi. Yahyo-ku qo'ldan ketdi. Endi uning bor umidi shu kichkina o'g'li Timurdan. Uni yoniga olib, hamma ishni o'rgatib, o'z yo'rig'iga solib olishi kerak. Tohir o'z o'ylari haq ekanini o'ylab, telefonini qo'liga oldi. Zahroga telefon qildi. Bir necha gudokdan keyin Zahroning erkalangan ovozi eshitildi. Allo, Tohir aka. Ha, Zahro, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, sizni sog'inib o'tiribmiz. Tohir kulib oldi. Bugun meni kutma, bormayman. Katta uyga o'taman. Azizim, bu gap qayerdan chiqdi? Zahro imkon qadar o'zini bosib gapirar edi. Men senga aytganman-ku, bolalarimni ham tashlab qo'ymayman deb. Zahro tezlik bilan tusini o'zgartirdi. Albatta, hayotim. Faqat sizni sog'inar ekanman-da. Ertaga vaqtliroq kelarsiz. Harakat qilaman, yaxshi o'tir. Xo'p, sizni o'pib qolaman. Tohir telefonni o'chirar ekan, xayoliga Zahroning otashin qattiq qomati-yu nozli so'zlari keldi. O'zi ham juda ham omadliman-da. Shunday jonon, yosh xotinim bor, deb kulib qo'ydi. Zahro erini kelmasligidan, yana kamiga xotini oldiga borishidan tutoqib ketdi. Axir hammasi yaxshi ketayotgan edi-ku. Bu alvastini nechuk eslab qoldi ekan? Yoki bolalari chaqirdimikin-a? Aniq bolalari chaqirgan. Bolalarini bahona qilganda anavi xotinchasi. Tezroq homilador bo'la qolsam edi. Zahro u yoqdan bu yoqqa yurib turgan edi. Eshik qo'ng'irog'i chalindi. Qarasa singlisi Marjon ekan. "Kel, Marjon." "Keldim, opa. Bugun siznikida qolar ekanman. Oyim dugonasinikiga ketdi."
Zahro oyisini dugonasini taxmin qilib kulib qo'ydi. Marjona opasini orqasidan oshxonaga kirar ekan. "Ha, opa, bezovtasiz, tinchlikmi?" "Ha, tinchlik. Bugun pochchang narigi oilasini oldida qolarkan." "Nima qipti qolsalar? Axir ular ham bolalari-ku. Siz o'zi boshidan xato qildingiz." "Boshla sen ham nasihatni. O'zi senga gapirgan men ahmoq." Zahro singlisiga qarab chimirildi. "Opa, menga unday qaramang. Men sizga boshida aytganman, birovniki bo'lgan narsani o'zingniki qilishga urinmang deb. O'zingizni yomonotliq qilganingiz qoladi. Mana bizga yoshligimizdan hamma boshqacha nazar bilan qarab, qo'llarini bigiz qilib ko'rsatishgan. Men doim qo'rquvda yashaganman. Yangi uyga ko'chib kelganimizdan keyin biroz ko'nglim xotirjam bo'ldi. Chunki bu yerdagilar bizni qora o'tmishimizni bilishmaydi. O'qishga kirganimdan esa juda ham xursandman. U yerda erkinman, qo'rqmay fikrimni ayta olaman. Hech kim meni qo'li bilan ko'rsatmaydi." Marjon gapirar ekan, ko'z oldidan alamli yoshligi bir-bir o'tdi. Zahro ham bu gaplardan ezildi-yu, lekin sezdirmadi. "Nima qil deysan? Men ham majbur edim. Axir bolam bilan bir kunimni ko'rishim kerak edi-ku. Men harom yurganim yo'q. Tohir akani halol nikohli ayoliman." Opa, siz bir ayolni chirqiratdingiz, bolalarini ham. Ularni orzu-umidlarini barbod qildingiz. Tohir akani farzandlarini boshini egilishiga sabab bo'ldingiz. To'g'ri, ayb faqat sizda emas, eringizda ham ayb bor." Zahroga singlisining qilichdek o'tkir haq gaplari og'ir botdi. "Menga aqllilik qilmay darsingni qil", deb oshxonadan chiqib ketdi. Marjona opasini ortidan qarab qolar ekan, chuqur uh tortdi. "Sizlarni deb sevganimga dil ocha olmayman", Marjona shivirlab gapirdi. Zahro kirib yotoqqa cho'zildi. Marjonani gaplari uni o'ylovga qo'ygan edi. Tan oladimi yo'qmi, Marjona haq edi. U yoshligidan odamlarning fohishaning qizi, buzuqning qizi degan gaplardan bo'ynini qisib yashadi. Kamiga qaynonasi ham uni buzuqning qizi deb pisand qilmasdi. Natijada nima bo'ldi? Buzuqi men emas, o'zining o'g'li bo'ldi. Akasining bevasiga ko'z olaytirdi. Zahro bo'lgan ishlarini o'ylab g'azablandi. "Men ayb qilmadim, men xato qilmadim. O'zim uchun, farzandim uchun kurashdim. Men to'g'ri yo'ldaman", deb o'ziga o'zi gapirdi. Tohir o'zidagi mag'rurlikni yo'qotmagan holda gerdayib uyga kirib keldi. Xuddiki u beayb, hamma ayb xotinida. Tohir Timurga alohida sovg'a olishni ham unutmadi. O'sha kuni Munavvar hech nimaga e'tibor qilmadi. Erini qilmishlarini ham bir chetga surdi. Chunki Timur dadasini sog'inib anchayin qiynab qo'ygan edi. Hamma ovqatlanib bo'lgach, Zokir amaki dasturxonga duo qildi. Keyin hamma xona-xonasiga tarqadi. Munavvar oshxonani saranjomlab yotoqxonaga kirdi. Qaynotasini yana xavotirga qo'yishni istamadi. Shuning uchun boshqa xonaga kirmay, to'g'ri o'zi bilan Tohirning xonasiga kirdi. Tohir yotoqda oyoq uzatib, telefonda bir nimalar ko'rib o'tirardi. Munavvarni kirganini ko'rib miyig'ida kuldi. Mendan o'tmoqchi edi, o'zicha deb o'yladi. Munavvar hech gap gapirmay, hammomda tahorat olib, bugun kun ibodatlarini yakunladi. Joy namozini yig'ib, xona burchagidagi tebranma kursiga o'tirdi. Qo'liga kitob olib, o'qib uxlab qoldi. Tohir tebranma kursida uxlab qolgan ayolini ko'rib, sekin o'rnidan turdi. Yopinchiq olib, Munavvarni ustiga yopdi. Ayolini oldida tiz cho'kib, uni yuziga tikilib qoldi. Munavvar, nega biz uzoqlashib ketdik? Men seni qanchalar sevardim-a? Nega menga qarshi chiqding? Bir og'iz tinchgina roziman desang, olam guliston edi-ku. Balki shunday qilganingda men Zahroga bunchalar yaqinlashib ketmasmidim? Senga yetish uchun qancha kurashib, harakat qilib rozi bo'lgandim. Sen esa men uchun birgina narsaga tinchgina rozi bo'lmading. Axir men ham erkak edim-ku. Ko'chadagi do'sti yorlar ichida xotiniki gapi o'tmas ekan degan gap so'z bo'lishimni o'ylamading. Natijada nima bo'ldi? Baribir meni aytgani bo'ldi. O'zingga yomon qilganing qoldi, Munavvar. Tohir o'rnidan turib chiroqni o'chirib yotoqqa joylashdi. Birozdan keyin uning bir tekisda nafas olib, biroz xurrak otayotgani eshitildi. Munavvar esa ovozsiz ko'z yoshlariga g'arq bo'layotgan edi.
U hali to'la uxlamagani uchun erining gaplaridan uyg'onib ketgan edi. U tomog'iga tiqilgan achchiq narsani yutardi. Quloqlari ostida Zahro bilan yaqinlik degan so'z jaranglab turardi. Shundan keyin Tohir ikki oilasi bilan ham yashay boshladi. Munavvar esa buni bilmaganlikka olib yurar, lekin eri bilan munosabatlarini tiklanishiga yo'l bera olmagan edi. Qishloqda esa Tohir haqidagi gap so'zlar bolalagandan bolaladi. Bu gap so'zlar vaqt kelib o'z ta'sirini ko'rsatmasa bo'ldi. Osiyo bir kuni kechda xonasida dars qilib o'tirgan edi. Telefoni jiringladi. Chet el raqamini ko'rib, ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Bu kim ekan-a? O'ylanib javob bermadi. Qayta telefon bo'lavergach, javob berishga ahd qildi. Yonida dars qilayotgan singlisiga imo qildi. Eshikni yop deb. Qo'ng'iroqqa javob berdi. Alo? Alo, Osiyo, men Jasurman. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshiman. O'zingizchi? Qayerdasiz? Yigitni chet el raqamidan telefon qilganiga azbaroyi qiziqib birin-ketin savol yog'dira boshladi. Amerikadaman. Jahon chempionatiga keldim. Yaxshi. Osiyo, men 2 soatdan keyin ringga chiqaman. Meni duo qil. Osiyo yigitni gapidan g'alati bir hisni tuydi. Xo'p, Men yutishimni Allohdan so'ra. Har gal yolg'iz onam duo qilardi. Bu gal sen ham duo qilishingni istadim. Iltimos. Osiyo yana ham hayajonlandi. Yigitning yalinchoqlik bilan gapirishi uning yuragini larzaga keltirgan edi. Tomog'iga tiqilgan yig'ini chiqib ketmasin deya yutinib oldi. Xushroy opasiga imo qilib, gapiring degach sekingina, Allohga omonatsiz. Xo'p, duo qilaman. Rahmat. Bilardim yo'q demasligingni. Mayli, xayr. To'xtang. Telefonni o'chirmoqchi bo'lgan yigit qizni ovozidan to'xtadi. Ha, Osiyo, nima gap? O'zingizni ehtiyot qiling. Jasur telefon o'chib, tut bergan ovoziga qarab angrayib qoldi. Keyin esa birdan "Mashalloh" deya hayqirib yubordi. Uning quloqlari ostida qizning aytgan gaplari ketmas edi. Bu so'zlar Jasurga sizni sevaman degandek eshitildi go'yo. Osiyo telefonni o'chirib, qiziyotgan yuzlariga qo'llarini bosdi. "Oho, opajon, yomonsiz?" Xushro'y qosh uchirib opasiga kuldi. "Men faqat Jasur aka sevadi desam, siz ham yaxshigina kompot bo'lib qopsiz-ku, a?" Yana qoshlarini o'ynatdi Xushro'y. Osiyo singlisiga qarab kuldi. "Sekinroq gapir, agar oyim eshitsa ikkalamizni ham o'ldiradi." "Xo'p, opa, lekin siz ham yoqtirib qolibsiz-a?" Ovozi bir muncha pastlatib gapirdi qiz. Osiyo o'rnidan turib, yotog'iga suyanib o'tirdi. Xushro'y ham opasini yoniga o'tirdi. Bilmasam, negadir u gapirsa yuragim potirlab ketadi. Lekin ular bilan hech kelajagimni ko'ra olmayman. Nega, opa? Ular mashhur, davlat e'tiboridagi odam. Men esa oddiy bir qizman. Nega ekan, opa? Siz oliy ma'lumotli tarjimon qizsiz, 3 ta tilni bilasiz. Bilmasam, singiljon, onam ham rozi bo'lmasalar kerak. Opajon, hadeb yomonlikni o'ylayvermang. Yaxshisi yuring, boksni ko'ramiz. Jonli efirda beriladi. Sen qayerdan bilasan? Hali ukam aytayotgan edi. Ha, men uxlayman, o'zing ko'raver. Opa, qanday uyqusi keladi, yuring. Xushro'y o'rnidan turib Osiyoni tortqiladi. Yo'q, o'zing ko'raver. Mayli, o'zingiz bilasiz, men ketdim. Xushro'y chiqib ketgach, Osiyo telefonini qo'liga olib, Jasurni bugungi o'yini haqida ma'lumot yig'a boshladi. Ma'lumotlarni bir o'qib chiqar ekan, ko'zi kattarib borardi. Jasurning bugungi raqibi qop-qora devday bir yigit ekan. Uning g'azabli ko'zlari shunaqangi sovuq ediki, Osiyoning eti jimirlab ketdi. To'g'ri, Jasur ham anchagina gavdali va bo'yi baland. Lekin negadir Osiyoga boyagi qoravoy gavdaliroq ko'rinib ketdi. Ey Xudo, o'zing saqla, deb o'rnidan turib televizor bor xonaga qarab chiqdi. Katta televizor to'g'risidagi divanda Xushro'y bilan Akmal televizorga tikilib o'tirishar, qo'llarida shirin, rangli bodiroq to'ldirilgan idishlar bor. Ular har zamonda bodiroqdan og'zilariga solib yeyishar edi. Osiyo sekin borib ularni yonidan joy oldi.
Iye, opa, siz boks ko'rmasdingiz-ku. Akmal har gal boks ko'rsa, urishib so'kib beradigan opasini katta ishtiyoq bilan kelib saflariga qo'shilganini ko'rib, hayratlanib so'ragan edi. Uyqum kelmadi. Xushro'y opasini gapidan yengil kulib qo'ydi. Opa, ko'ring, haligi kuni maktabga kelgan Jasur aka o'ynayapti. Hozircha ochkolar teng, lekin qattiq jang bo'lyapti. Jim o'tir. Xushro'y ukasiga dakki berdi. Osiyo o'yin tugaguncha nafas olmay ko'rdi. Jasur bir nechta zarbani o'tkazib yuborgani uchun qoshi yorilib qon oqayotgan edi. Osiyo yig'lab yuborishdan o'zini zo'rg'a tiydi. Ichida esa tinmay Jasur uchun duo qilib, istig'for aytar edi. Mana Jasurning qattiq bir urishidan qoravoy yerga gursillab yiqilib tushdi. Hamma birdaniga baqirib yubordi. Jasur mutlaq g'olib bo'lgan edi. Osiyo yonida ukalari borligini ham unutib, "Ura!" deya o'rnidan turib baqirib yubordi. Opasini bu qilig'idan Akmal baqa bo'lib qoldi. Xushro'y esa og'zini yopib kular edi. Opa, nega baqirasiz? Oyim uyg'onadilar. Siz Jasur akaga shunchalik muxlislik qilasizmi?" Ukasini gapidan sergak tortgan Osiyo, o'chir televizorni, uxlalaring", deb xonasiga kirib ketdi. "Opa, opamja g'alatimi?" "Nega unaqa deysan? Opam yaxshilar. Oldin hech ham o'yin ko'rmaganlar-da, hayajonlanib ketdilar shekilli." "Ha, balki." Xushro'y Akmal hech narsani sezmasin deb vaziyatdan chiqishga harakat qildi. "Opamni qo'y, bor kirib uxla. Ertalab turolmaysan. Men bu yerlarni yig'ishtirib qo'yaman." Osiyo xonaga kirib eshikni yopdi. Quvvatlagichdagi telefonini olib yotoqqa cho'zildi. Internetga kirib sport yangiliklarini ko'ra boshladi. Hamma u yerda Jasurning g'alabasini yozishar edi. Tarmoq Jasurning surat va videolariga to'lib ketgan. "Allohim, o'zingga shukr." Osiyo pichirlab gapirdi. Jasur o'yin tugab, taqdirlash marosimi tugagach, avval onasiga qo'ng'iroq qildi. Biladiki, onasi qo'ng'iroq qilmaguncha tinchimaydi. Onasini xotirjam qilib gaplashib bo'lgach, Osiyoga Telegramdan yoza boshladi. "Men yutdim. Onamni va sening duolaring sabab." Xabarni yuborib, javob kuta boshladi. Osiyo Telegramdan xabar kelganini ko'rib qaradi. Jasurdan ekan. Ochib o'qidi. Kulib qo'ydi. Yutganini butun dunyo bildi-ku. Osiyo xabar yozmoqchi bo'ldi-yu, lekin ichki bir kuch bu noto'g'ri ekanini aytib uni to'xtatdi. Bu uyatmi, g'ururmi bilolmadi. Telefonni o'chirib, dars stoli ustiga qo'yib, o'zi esa uxladi. Mana shu joyda sizlarga qahramon qizlarimiz Xushro'y va Osiyoning oilasi haqida qisqacha bildirib o'tsam. Oilada 4 qiz va 1 o'g'il farzand bor. Qizlarning 2 kattasi oilali. Bu opa-singillarni 4 yil avval otalari olamdan o'tgan. Avtohalokat sabab. Shundan keyin onalari Mahfuza xola juda ham injiq bo'lib qolgan. Oilaning moddiy tomondan ehtiyoji yo'q, lekin baribir bolalarning o'ylovi ayolni anchayin asabiy qilib qo'ygan. Shu uchun qizlarga juda ham qattiq turadi. Qizlarga agar bir og'iz ortiqcha gap eshitsa, o'qishni yig'ishtirib turmushga berishini aytgan. Qizlarni doim darslarga borib kelishini qattiq nazorat qiladi. Agar biroz kech qolishsa, naqd baloga qolishadi. Mahfuza opaning bu ishi bir hisobdan to'g'ri ham. Mana shu qattiqqo'llik sabab Osiyo universitetga grantga o'qishga kirdi. Xushro'y ham anchagina bilimli qiz. Hozirgi zamonda bu nazorat albatta to'g'ri, lekin ba'zida haddan ortiq gap eshitish qizlarni bezdirib yuborgan. Osiyo ham shu sababli Jasurga ortiqcha gapirmaydi. Qo'rqadi. Onasi bilib qolib, to'polon qilishidan. Jasur kuta javob kelmagach, Qaysar, deb dam olish uchun yotog'iga cho'zildi. Jasurning vatanga qaytishi katta tantana bo'lib ketdi. Bu bayramlar tarmoqqa tinmay joylanib borardi. Osiyo ham zimdan kuzatardi, lekin yigit bilan aloqa qilmadi. Jurnalistlar qurshovidagi Jasurga bir jurnalist qiz savol berdi. "Sevganingiz bormi?" Jasur yonida kulib turgan onasiga bir qarab qo'ydi-da, "Ha, bor. Biri onam, ikkinchisi esa bir qiz." Hamma bu gapga hayrat va hayajon bilan qaradi. Boyagi qiz endi Jasurni onasiga savol berdi. "O'g'lingizni sevgani bor ekan.
To'y yaqinmi xolajon? Xudo xohlasa barchangizni aytamiz. Quvonchdan ko'zlari namlangan onadan baxtli inson yo'q edi. Shu payt olomon ichidan o'ta zamonaviy kiyingan, pardozi ham joyida bo'lgan bir qiz ajralib chiqdi. Qo'lida esa guldasta bor edi. Qiz to'g'ri kelib gulni Jasurni onasiga berdi. Keyin esa Jasurni tabriklayman deb yuzidan yengilgina o'pib qo'ydi. O'zini bu holatdan noqulay sezgan Jasur qizga majbur bir ikki og'iz gapirib, hol so'ragan bo'ldi. Lekin bu daqiqalar muxbirlar nazaridan chetda qolmadi. Natijada bu kadrlar issig'ida ijtimoiy tarmoqni bezadi.